Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli, zukko, dono bolajonlar uchun Odobi oltin bola nomli kitobni o'qishni tavsiya etadi. Odobi oltin bola kitobi qiziqqon va ziyrak bolalar bilan ularning bobo-momolari o'rtasida bo'lib o'tgan savol-javoblar asosida tuzilgan bo'lib, bu kitobdan farzandlarimiz ota-onaga hurmat, odob, axloq, vatanga sadoqat, savob, yaxshilik kabi milliy qadriyatlarimizni o'rganadilar. Bobo-momolar uchun esa mazkur risola nabiralariga hayot saboqlaridan o'g'itlar berishda kichik bir dastur vazifani o'taydi. Bu kitob voqelik hikoyalarni o'z ichiga olgan bo'lib, ulardan har bir o'quvchi o'ziga kerakli ma'lumotlarni oladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.